Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi fors tili darsimizni boshlaymiz. Ushbu darsimizda Malik Abdusamatovning fors tili darslikdagi navbatdagi hikoya bilan tanishamiz. Endi marhamat qilib ekranga qaraymiz. Hikoyat. Ruzi podshoh zolimi tanho az shahr berun raft. Shaxsi ro did, az u persid. Podshoh in mulk chetur ast? Zolim yo odil? گفت بسیار ظالم است. پادشاه گفت مرا میشناسی؟ گفت نخیر نمیشناسم. گفت من پادشاه این ملک هستم. آن مرد ترسید و پرسید میدانی من کیستم؟ پادشاه گفت نخیر نمیدانم. گفت من پسر فلان تاجرم و هر ماه 3 روز دیوانه می شوم. امروز یکی از آن 3 روز است. پادشاه خندید و چیزی به او نگفت. Demek mana matnni o'qib ko'rdik. Endi tarjimasiga o'tamiz. Bir kuni bir zolim podshoh yolg'iz holatda shahardan tashqariga chiqdi va bir kishini uchratdi. U kishidan so'radi: "Ushbu mamlakatning podshohi qanday odam? Zolimmi yoki odilmi?" Bu odam javob berdi: "Juda ham zolim odam" dedi. Podshoh so'radi: "Meni taniysanmi?" Bu odam: "Yo'q, tanimayman" dedi. Podshoh: "Men shu mamlakatning podshohiman" dedi. Boyagi odam bu gapdan qo'rqdi va podshohga qarab so'radi: "Mening kimligimni bilasanmi?" dedi. Podshoh: "Yo'q, bilmayman" dedi. Shunda boyagi odam: "Men falon tijoratchining o'g'liman va har oyda 3 kun devona bo'laman. Bugun mana shu 3 kundan bir kun bo'lib hisoblanadi" dedi. Buni eshitgan podshoh kuldi va unga hech nima demadi. Demak, shu yerda hikoyamiz tugadi. Hikoyaning mazmunini bildingizlar, eshitdingizlar. Faqat bu safar izohlamaymiz. Sababi izohlarni sizlardan eshitib, kutib qolamiz. Pastda izohlar qismiga izohlaringizni qoldirasiz degan umiddamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.